Assalomu alaykum. Biror narsani o'rganmoqchi ekansiz, oldingizga 3 ta savolni qo'yib oling. Bu nima o'zi? Nimaga kerak? Qanday qilaman? Bu 3 ta savolga javob bera olar ekansiz, endi sizda o'rganayotgan yangi narsa bo'yicha boshlang'ich tushuncha bo'ladi va shundan keyin chuqurroq o'rganishni boshlash samaraliroq bo'ladi. Keling, ushbu texnikani amalda qanday qo'llashni ko'rsatib beraman. Qo'lingizdagi kurs Frontendga kirish, HTML, CSS, JavaScript haqida boshlang'ich tushunchalar deb nomlanadi. Bu yerda bizga eng birinchi notanish tushuncha frontend. Unda boshladik. Birinchi savol. Frontend nima o'zi? Frontend bu biror veb-saytning old qismi, ya'ni foydalanuvchiga ko'rinib turgan qismi hisoblanadi. Bu qism foydalanuvchi bilan bevosita o'zaro muloqotda bo'lib, uning veb-sayt yoki ilova bilan qanday interfeysda ishlashini belgilaydi. Ikkinchi savol. Frontend nimaga kerak o'zi? Sodda qilib aytganda, ushbu Kunuz veb-saytida sizga ko'rinib turgan qism biror yangilikni o'qish uchun uning ustiga bosishingiz va paydo bo'lgan yangi sahifa frontendni tashkil qiladi. Bu interfeyssiz, sahifalarsiz veb-sayt o'zining asl mohiyatini yo'qotadi. Ya'ni frontendsiz veb-sayt bu sahifalarsiz kitob yoki sahifalarda hali hech nima yo'q, bo'sh daftarga o'xshab qoladi. Va so'nggi savol, qanday qilib frontend bo'yicha nimadir qila olaman? Bu savolni soddalashtiradigan bo'lsak, veb-saytlar frontendini qanday qilsam bo'ladi demoqdamiz. Boshlanishiga juda oddiy. Bu uchun siz kompyuteringizdagi qayd daftarni, ya'ni bloknotni ishga tushirishingiz, unga quyidagicha kodni yozishingiz, uni HTML formatida saqlashingiz va brauzer orqali ishga tushirishingiz yetarli bo'ladi xolos. Mana sizning birinchi veb-saytingiz veb sahifasi tayyor desak ham bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, frontend bu veb-saytning ko'rinib turgan qismi bo'lib, HTML formatidagi biror faylga kod yozish va uni brauzer orqali ishga tushirish yetarli bo'lar ekan. Butun kurs mobaynida har bir mavzuni yuqoridagi nima, nimaga, qanday savollariga javob bergan holda o'rganishga harakat qilamiz. Kursni tamomlagach esa quyidagi veb-saytga o'xshash veb sahifalar qilishni uddalay olasiz. Ishtiyoq, qunt, sabr va mehnat qilsangiz bo'lgani. Salomat bo'lasiz.